Rasululloh aytadilarki, kim agar tirikchilik, ro'zg'or niyatida ishga boradigan bo'lsa, shuni har bir qadami Xudoning yo'lida yurgandek bo'ladi deganlar. Mabodo shu ishi davomida o'lib qoladigan bo'lsa, shahidlik maqomini Xudo beradi degan. Shuning uchun tarixda o'rgansangiz, birorta hunari yo'q, avliyo yo'q. Birorta hunari yo'q, payg'ambar yo'q. Qaysi avliyoni tarixini o'qing, hamma avliyoning bitta hunari bor, yo cho'pon, yo suvoqchi, yo temirchi, yo attor, yo biznesmen va hokazo. Mana Imom Azam avliyo va olim bo'lganlar, lekin juda katta tijoratchi bo'lganlar. Payg'ambar alayhisalom chorva bilan shug'ullanganlar va biznes bilan shug'ullanganlar. Qaysi kim aytiladi, mana shuna bitta avliyo bor, hech qanaqangi hunari bo'lmagan, yo'q, bunaqa avliyo yo'q. Nimaga?